O'rtoqlar, sizlarga shunaqa high-tech uslubida qurilgan umumiy besotuv, o'zi dokumentda to'g'ri 6 bo'lgan. Mana shunaqa xonadon topib qo'ydim. Qarang, uyda high-tech uslubida qurilgan. Mana darvozaxonasidan kiraverishsiz. Shuna mashinani mana shu joyga nechta mashina taxlab qo'ysa bo'ladi, o'rtoqlar, kommentariyada yozib yuboringlar. Bu tashqaridagi hojatxonasi. Hali hojatxonani juda ko'rsatmaylik, mana tashqaridan bildinglar. Mana uyda fasadlari. Qarang, qanaqa chiroyli, qanaqa zo'r bo'lib turibdi. Xullas, umumiy 5 ta xonasi bor. Har bir xona chiroyli remont qilingan. Umumiy 5 sotuvlik. O'rtoqlar, like-ni bosib turinglar. Narxi qizuvmi? Narxini aytaman hozir sizlarga. Xullas, bu uyga 80 ming so'rasa ham bo'lardi. Misol uchun 70 ming so'rasa ham arz berdi. Lekin akamizga pul zarurligi tufayli srochniy sotilyapti. Qancha deb o'ylaysizlar? Bu uyga mana shu ko'rib turgan xonadoningizga 64 ming so'rashyapti. Yana sunnatiga ozroq o'tib beradigan joyi bor. Faqat shoshilinch. Mana shu haftaning ichida sotib olishimiz kerak deyishyapti. Xudo xolasa, mana shu xonadon qarang. Mebellari, xudo xolasa, hamma narsasi qoladi. Konditsionerlar qoladi mana shu joyda. Uni gaplashib olaverasiz yana. Mana holni qarang, kattaligini. Kirganingizda holni o'zi ham ancha chiroyli bo'lib turibdi. Mana shu joyda oila bilan o'tirsangiz bo'ladi. Kelinglar, zaldan boshlaymiz. Bu yog'i zal, bu yog'i zali, bu yog'i detskiy xonasi, bu yog'i spalni, bu yog'i oshxona. Oshxonadan sanuzelga o'tib ketiladi. Kelinglar, mana shu joydan zaldan boshlaylik. Mana zali ham qarang, qanaqa katta. Katta chiroyli bo'lib turibdi. Do'stu dushman oldida obro'yingiz ko'tarilib turadigan joy. Bemalol mehmonlaringizni shu joyga kutib olib, mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Har bitta xonada konditsionerlari bor, tashab ketiladi albatta. Va har bitta xonada mana ko'rganingizdek, отопление sistemalari yaxshi. Gaz, suv, svet, kommunalka hammasi zo'r. Manzilga yetmadim. Manzil Toshkent viloyati Nurafshon shahri, ya'ni o'zimizda eski To'ytepa deyiladi. Oybek mahallasi 2-tor ko'cha. Yonimizda pajarniy hamma narsa bor. Pajarniy ham bor. Misol uchun bu yoq tomonda hokimiyat, to'yxona, oshxona. Xullas, bu detskiy xonasi, mana ko'ryapsiz. Farzandlaringizga shunaqa chiroyli xonadan qilib bersangiz, mazza qilib, kelajaklari uchun ham yaxshi bo'ladi. Bizning yosh paytimizda kimni yosh paytida o'zini alohida xonasi bo'lgan, kommentariyada yozib yuboringlar. Bo'lganmi sizlarda? Xo'p, mana bu yo'lga bu tomon spalnisi. Qarang, hamma jaluzilar bilan o'ta chiroyli qilib qo'yishgan xonalarni ham. Xonaning dizaynlari ham yaxshi holatda. Olgan odam mazza qiladi lekin. Chunki remontlari yaxshi. Mana endi oshxona. Oshxonaga kirganingizda bemalol mana shu yerda mehmonlarni kutib olib, bu yerda ovqatlarni, shirin ovqatlarni bu yerda pishirib kutib olsangiz bo'ladi. Mebel jihozlar ham qoladi. Xudo xolasa, mana bu yerda televizor, oilaviy mana shu joyda o'tirasizlar mazza qilib. Yaxshi sharoitlar. Xo'p. Bu tomon yana bitta xona o'rnida yokida oldin bu yerda spalni bo'lgan ekan. Yokida o'zingiz ham bu yerda bitta xona qilib, spalni qilib, bu yoq tomonlarda yana bir xonaga aylantirib olsangiz bo'ladi. Chunki oldin bu yerda spalni uchun qurilib, keyin yana o'zgartirilish kiritilgan ekan. Bu yoq sanuzellari. Mana ko'rayotganingizdek, hamma shart-sharoitlari yaxshi. Okey, olgan odam mazza qiladi. Sharoitlar yaxshi. Mana suvni oqib turishini qarang. Qizig'i, shuni ochsangiz, spalni xonaga kirib ketaverasiz. Mana bu tomondan. Xonani dizaynlari, yana uyda proyektlari o'ylab, ya'ni aql bilan qilingan.
Hamma narsasi bilinib turibdi. Uzr. Bular shunaqa xonadon. 64 mingga so'rashyapti. Yana o'tib beradigan joylari bor. Dokument, kadastr, hamma narsasi joy-joyida. Shundoq kelasiz, nomingizga bir kunda rasmiylashtirib olsangiz bo'ladi. Akalarga, yana uyning egasiga pul zarur ekanligi tufayli shunaqa arzon narxda berib borishyapti. Chunki Nurafshonni sentri, ya'ni qo'yluga qancha chiqadi desa, menimcha qo'yliqqa Futsitini o'ziga bir 18 bo'lsa kerak, 17-18, qo'yliqni o'ziga 23 mana shu atrofida bo'lishi kerak taxminan. Shaharga, sentrga yaqin Cityga birgideta 1 kilometr. Mana ko'chani ham ko'rsatay. Ko'chani boshiga. Xo'p, bu ko'chani boshidan gideta katta yo'lga chiqishingiz uchun bir 300 metr yoki 400 metr uzoqlikda bemalol yaqin 2 mingta odam chiqib oladi ko'chaga. Mana uyda fasadlarini ko'rasiz. Tashqaridagi fasadlari. Qanaqa chiroyli. Like-ni bosib qo'yinglar, tanishlarga, yaqinlarga, ko'pchilikka jo'natib qo'yinglar. Misol niyat qilganingizga ham shuni jo'natib qo'ying. Xudo xolasa, olgan odam mazza qilib baraka topadigan xonadon. Faqat srochniga shoshilishga sotilyapti. Pul zarur ekanligi tufayli. Okalar, like-ni bosib qo'yib, yaqinlarga, hammalarga jo'natib qo'yinglar.